13, o'tir 15. Biz qayerdaligimizni hozir aytmay turaman, lekin ko'rib olinglar. Da no, это же Pantera guys. Salom bolalar. Pantera trenajyor zal hozir bu hokimiyat yonida, ya'ni o'sha Madaniyat saroyining yonida joylashgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchisi, endi oxirgi videoda like ham bosish kerak degandim. Eslaringda bo'lsa o'sha like hozir tekshirib olamiz. Xo'p, like bosgan. Bunga ham like bosilgan. Gap yo'q. Qanchadan beri kelasizlar Panteraga? Kuzdan beri. Kuzdan beri. Yarim yil bo'ldimi? Sizdachi? 2-3 hafta. 2-3 hafta bo'ldi. Ko'ramiz like masalasini. Lekin like bosmagan. Короче, ikkita sovg'a. Birinchisi Nesquik'dan yillik voucher. Bu degani 250 ming so'mga xohlagan narsalaringni olsanglar bo'ladi. O'sha Nesquik'dan, ya'ni shirinliklardan. $100 qo'yilyapti mana. 1dan 70 gacha. 45. Qani ketdi. 1 2 44 45. Joni sog' bo'lsin. Xo'p, necha? 26. Xo'p, 1 2 25 26. Pantera trenajyorniy zal. Yoqdimi sizga? Qanaqa? Zo'r, yaxshi. Da, ya'ni tozalik bo'yicha Pantera nomer 1, to'g'rimi? Xullas, betni 7 yoshdan 70 yoshgacha deganlar. Yoshing nechida? 10da. Gap yo'q lekin. Xullas, texnikalariga gap yo'q. Men aniq kelaman. Esicho shu yerda bo'laman. Sizlar ham trenajyor zalga kelsanglar, meni ko'rishlaring mumkin bo'ladi Panterada. Va undan tashqari eng zo'ri oyiga 200 ming so'mga. Trenajyor zallarda tozalik juda ham muhim. Bu yerni ko'rib turibman, tozalikka gap yo'q. Pantera trenajyor zaliga kelmoqchi bo'lsanglar, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib kelaverasizlar. Qanchalik kech bo'lishiga qaramasdan kelyapmiz. Ya'ni biz maksimal darajada kontentni o'z vaqtida qo'yishga harakat qilamiz. Shuning uchun oxirgi video like bosmagan bo'lsanglar, sizlar ishtirok etmaysizlar. O'shaning uchun like bosib qo'yinglar, kommentariyga qayerga borishimiz kerakligini yozinglar. Haqqi yo'q. Biz boraveramiz.